Pezeshkian Eron va AQSh muzokaralarining boshlanishi uchun muhim shartni aytdi. Isroil Hizbullohga qarshi kuchli zarbaga tayyorlanmoqda. AQSh Eron muzokaralari to'xtadi. Tramp delegatsiya parvozini bekor qildi. Mujtaba Xamenei Eron birligi AQShni larzaga soldi. Netanyahu Livanga zarba yo'llashni buyurdi. Zelenskiy Rossiyani yadroviy terrorizmda aybladi. Endi esa bizda batafsil. Pezeshkian Eron va AQSh muzokaralarining boshlanishi uchun muhim shartni aytdi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Eron va AQSh o'rtasidagi muzokaralarni qayta tiklash uchun muhim shartlarni aytdi. Bu haqda u Press TVga bergan intervyusida so'z ochgan. U Pokiston prezidenti bilan suhbat chog'ida Washingtonning harakatlarida ziddiyat borligini ta'kidlagan. Pezeshkianning fikricha, AQSh bir tomondan Eronga bosim o'tkazishda davom etmoqda, boshqa tomondan esa diplomatik muzokaralarga tayyor ekanini bildirmoqda. Uning aytishicha, AQShning dushmanona choralarini davom ettirishi, jumladan dengiz blokadasi, siyosiy yo'l bilan kelishuvga erishish haqidagi bayonotlarga zid keladi. Shu sababli bunday sharoitda mojaroni hal qilish qiyinlashadi. Pezeshkian shuningdek, agar AQSh bosimni davom ettirsa, tomonlar o'rtasida ishonchni tiklash va muzokaralarda oldinga siljish juda murakkab bo'lishini ta'kidlagan. U Eron bosim, tahdid yoki blokada sharoitida majburlangan muzokaralarga kirishmasligini qat'iy bildirib o'tdi. Isroil Hizbullohga qarshi kuchli zarbaga tayyorlanmoqda. Isroil bosh vaziri Netanyahu mamlakat armiyasiga Livandagi Hizbulloh pozitsiyalariga kuchli zarba berish bo'yicha ko'rsatma berdi. Bu haqda hukumat kanselyariyasi ma'lum qildi. Qarorga sabab sifatida Hizbulloh tomonidan o't ochishni to'xtatish kelishuvi buzilgani ko'rsatilmoqda. Guruh Isroilning shimoliga hamda janubiy Livanda joylashgan Isroil harbiy bo'linmalariga raketa va dronlar orqali hujum qilgan. So'nggi hodisa Isroil Livan yo'nalishidagi keskinlik yana kuchayib borayotganini anglatadi. Hizbullohning faollashuvi va Isroilning javob choralari mintaqada kengroq harbiy to'qnashuv xavfini oshirmoqda. Shu bilan birga janubiy Livandagi harbiy hozirlik va chegara hududlaridagi muntazam to'qnashuvlar vaziyatni nazoratdan chiqarishi mumkin bo'lgan asosiy omillardan biri sifatida baholanmoqda. AQSh Eron muzokaralari to'xtadi. Tramp delegatsiya parvozini bekor qildi. AQSh prezidenti Islomobodda o'tishi kutilgan muzokaralar oldidan o'z vakillariga Pokistonga uchmaslik bo'yicha ko'rsatma berdi. U bu qarorni safarlarga ortiqcha vaqt ketyapti deb izohlagan. Avvalroq AQSh delegatsiyasi, jumladan Steven Witkoff va Jared Kushner Islomobodga borishi rejalashtirilgan edi. Tramp bu tashrifni so'nggi daqiqada bekor qilgan. Shu bilan birga Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ham Pokistonni tark etdi. Tramp Eron rahbariyatida noaniqlik va ichki kelishmovchiliklar borligini ta'kidlab, AQSh pozitsiyasi kuchli ekanini bildirdi. Eron tomoni esa muzokaralar faqat vositachilar orqali o'tishini aytmoqda. Islomobod muzokaralar uchun vositachi sifatida ishtirok etayotgan edi. Aroqchi Pokiston safarini samarali deb baholab, mintaqada tinchlikni tiklash bo'yicha muloqot davom etayotganini qayd etdi. Mujtaba Xamenei Eron birligi AQShni larzaga soldi. Eron jamiyatidagi birdamlik Qo'shma Shtatlarni larzaga soldi. Bu haqda Eron oliy rahbari Mujtaba Xamenei o'zining ijtimoiy tarmoq sahifasida yozdi. Vatandoshlar orasida paydo bo'lgan hayratlanarli birlik dushmanni larzaga soldi deb ta'kidladi va u millat birligi yanada mustahkamlanishini qo'shimcha qildi. Xameneining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar tomonidan boshlangan axborot urushi eronliklarning milliy ruhini buzishga va jamiyatda nizolarni keltirib chiqarishga qaratilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, 23-aprel kuni Eron prezidenti Masud parlament raisi Muhammad Bag'ir G'olibov va sud tizimi raisi G'ulom Husayn Mahsanejayev shunga o'xshash bayonotlar berishdi. Netanyahu Livanga zarba yo'llashni buyurdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 3 haftaga uzaytirilgan sulh bitimidan atigi 2 kun o'tib, armiyaga Livandagi Hizbulloh nishonlariga shiddatli hujum qilishni buyurdi. Bunga Hizbulloh tomonidan o't ochishni to'xtatish rejimining buzilishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Guruh Isroil shimoliga va Livan janubida joylashgan Isroil bo'linmalariga raketa va dronlar uchirgani ma'lum qilingan. Netanyahuning ko'rsatmasi ortidan 25-aprel kuni Isroil armiyasi yangi zarbalar yo'llagan. Mazkur hujumlar oqibatida jami 6 kishi halok bo'lgan, jumladan Nabatiya shahrida yuk mashinasi va mototsiklga berilgan zarbalarda 4 kishi qurbon bo'ldi. Bint Jubayl shahrida esa 2 kishi halok bo'ldi, 17 kishi turli darajadagi jarohatlar oldi. Isroil armiyasining bayonoti Isroil harbiylari hujumlarida qurol-yarog' ortilgan transportni boshqarayotgan Hizbullohning 3 nafar a'zosi va 1 mototsiklchini yo'q qilganini ta'kidladi. Shuningdek, Litaniya daryosi atrofida Hizbullohning yana 2 nafar a'zosi o'ldirilgani ma'lum qilindi. Bu shaxslar Livan janubida amaliyot o'tkazayotgan isroillik askarlarga bevosita tahdid solgani qayd etilgan. Bundan tashqari, Isroil tomoni Malkiya hududida shubhali havo nishoni aniqlanganini ma'lum qilib, buni o't ochishni to'xtatish rejimining navbatdagi buzilishi deb baholadi. Zelenskiy Rossiyani yadroviy terrorizmda aybladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyani yadroviy terrorizmda aybladi. U dunyo davlatlarini Moskvaga bosim o'tkazishda va yangi yirik texnik halokatga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan hujumlarni to'xtatishga chaqirdi. U o'z murojaatini yakshanba kuni 26-aprelda Chernobil atom elektr stansiyasidagi halokatning 40 yilligi kuni yo'lladi. Zelenskiy 1986-yilda AES 4-reaktorining portlashi atrof muhitga radioaktiv moddalarning keng ko'lamli chiqindisi tarqalishiga olib kelganini, o'sha
Kesh halokat asoratlarini bartaraf etish uchun hanuz 100 minglab insonlar kurashayotganini eslatib o'tdi. Vayron bo'lgan reaktor ustida avval sarkofag, so'ngra qurilishi 40 dan ortiq davlat tomonidan moliyalashtirilgan confinement qurilgan. Aynan mana shu ikki inshoot radiatsiya sizib chiqishi va atrof muhit ifloslanishidan himoya qilib turibdi. Ularni saqlab qolish va himoya qilishdan barcha birdek manfaatdor deya ta'kidladi Ukraina prezidenti. Rossiya dunyoni yana xavf ostiga qo'ymoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi urushni davom ettirib, dunyoni yana texnogen falokat yoqasiga yaqinlashtirmoqda. Rossiya Eron hamkorligida ishlab chiqilgan Shahid dronlari stansiya hududi ustidan muntazam ravishda uchib o'tib, undan havo koridori sifatida foydalanmoqda. 2025-yilning fevralida esa shunday dronlardan biri portlovchi jangovar qismi bilan bevosita confinementga zarba berdi. Ukraina bosh prokuraturasi ushbu hujumni qasddan amalga oshirilgan degan xulosaga keldi. Trampga suiqasd, gumonlanuvchi qo'lga olindi. AQSh poytaxti Washington shahrida prezident Donald Tramp ishtirok etgan tadbirda yuz bergan otishma bilan bog'liq gumonlanuvchining shaxsi ma'lum qilindi. Unga ko'ra hujumni sodir etgan shaxs 31 yoshli Cole Thomas Allen bo'lib, u Kaliforniya shtatining Torrance shahrida yashaydi. Biroq bu ma'lumot hozircha rasmiy huquq-tartibot idoralari tomonidan tasdiqlanmagan. Tergov davom etmoqda. Hodisa Washington Hilton mehmonxonasida Oq uy muxbirlari assotsiatsiyasining yillik kechki ovqati vaqtida sodir bo'lgan. Tadbirda Trampdan tashqari vitse-prezident J.D. Vance, birinchi xonim Melania Trump va boshqa yuqori martabali amaldorlar ham ishtirok etgan. Guvohlarning aytishicha, zal ichida birdaniga baland ovozlar yangragan va odamlar o'q ovozlari eshitilganini bildirgan. Turli baholarga ko'ra 3-4 tadan 5-8 tagacha o'q uzilgan bo'lishi mumkin. Shundan so'ng mehmonlar o'zlarini himoya qilish uchun stol ostiga yashiringan. AQSh maxfiy xizmati xodimlari zudlik bilan prezidentni o'rab olib, sahnadan olib chiqib ketgan. Evakuatsiya vaqtida xavfsizlik xodimlari "Yo'l oching, janob" deya baqirgan. Zalda esa ayrimlar "Xudo Amerikani asrasin" degan chaqiriqlarni aytgan. Hozircha hodisa yuzasidan rasmiy tafsilotlar to'liq ochiqlanmagan, tergov ishlari davom etmoqda.